Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz mavzusini yozib olasizlar. Bugungi darsimiz mavzusi demak kabellarning umumiy xususiyatlari, kabel va uning turlari hamda 35, 110, 220 kilovoltlik ushlanishli kabel liniyalarini demak 1 kilovoltgacha yoki 6-10 kilovoltgacha bo'lgan tarmoqlarning demak yuzasini kesim yuzalarini tanlash, ya'ni shahar elektr ta'minotida demak transformatorlar, podstansiyalarni ham o'rganish jarayonlarini tanishib chiqishdan iborat. Demak, men ismimni bilasizlar, Moliyev Alisher Mardiyevich, mana shu energetika va elektr texnologiyasi kafedrasi o'qituvchisi bo'laman. Demak, bugungi mavzumizda demak 3 ta reja qabul qilingan. Demak, 3 ta rejamizda birinchisi demak kabel va uning turlari hamda ikkinchi rejamiz esa yuqori kuchlanish liniyalari bo'yicha 35, 110, 220 kilovoltli kuchlanish kabel liniyalari to'g'risida ketadi. Va uchinchisi esa elektr ta'minot tizimining transformator podstansiyalari, ya'ni o'sha yuqori kuchlanish liniyalari bo'yicha demak podstansiyalarimizdan demak shahar elektr tarmoqlariga yoki elektr ta'minotini uzatish jarayonlari tushuniladi. Demak, mavzuni 3 ta reja bo'yicha yozib olganingiz, demak keyingi slaydga o'tamiz. Demak, keyingi slaydimizda esa o'sha kabellarning umumiy tushunchalari. Demak, o'zimiz bilamizki, hozirgi shahar elektr ta'minotlarida 100% elektr ta'minot tarmoqlari yer osti, ya'ni podzemniy kabellarga nima qilinyapti, bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Ya'ni tayanch ustunlarni podzemniy liniyalarga nima qilinyapti, o'tkazilyapti. Demak, bu yerga ta'rif beradigan bo'lsak, elektr energiya iste'molchilari o'zlariga yuklatilgan ma'lum bir yuklatilgan vazifalarni, ma'lum bir sharoitlarni to'la-to'kis bajarilishi yoki bo'lmasa bunday sharoitlarni belgilovchi parametrlar esa nima deyiladi, elektr energiya sifatini ko'rsatuvchi asosiy parametrlar hisoblanadi. Ya'ni elektr energiya sifati deb nima qilinadi, yuritiladigan. Demak, kabel va uning turlari, demak kabellarning asosiy xususiyatlari bor. Demak, birinchi kabel bizda eng asosiy kabel bu elektr ta'minotini uzatish jarayonida ya'ni nimaga qarab tanlanadi? Kabel liniyalari quvvatiga qarab, yuqori kuchlanish liniyalariga hamda past kuchlanish kabel liniyalariga qarab, quvvatiga qarab kabel secheniya markali kabellar tanlanadi. Demak, bu yerda birinchisi demak elektr o'tkazuvchanlik, ya'ni bu tokni samarali uzatish, ya'ni kuchlanishiga qarab nima qilish, kuchlanishni o'tkazish. Ikkinchisi izolyatsiya, o'tkazishdan bir-biridan tashqi muhitdan ajratish. Demak, korotkий berib olmaslik, ya'ni o'sha nima qilish, qisqa tutashuv jarayonlarini oldishida demak kabellarni o'zini qarshiligiga dosh beradigan secheniya kabellarni tanlash. Demak, keyingi slaydimizga o'tamiz. Bu keyingi slaydimizda esa bu o'sha tanlangan kabellarning turlari, ya'ni bu kabel turlari masalan bir necha turlarga bo'linadi. Misol uchun, birinchisi energiya kabellari, aloqa kabellari hamda nazorat kabellarimiz bor, hamda o'sha radiochastotnik kabellar, ya'ni maxsus kabellar. Endi bu birinchisiga ta'rif beradigan bo'lsak, demak birinchisida ta'rifi elektr energiyasini yuqori va past kuchlanishlarga uzatish. Demak, birinchi yuqori va past kuchlanish liniyalarini uzatishda demak biz bilamizki, o'sha через podstansiyalar orqali, ya'ni transformatorlar orqali nima qilinadi, iste'molchilarga uzatiladi. O'sha ya'ni bu yerda bosh pasaytiruvchi podstansiya, to'g'ri? Bosh pasaytiruvchi podstansiya. Ikkinchisi aloqa kabellar. Bularga nimalar kiradi? Aloqa kabellariga demak telefon, telegraf, uzatish tarmoqlariga mo'ljallangan mikrosxemali millimetrli secheniya kabellar nima qilinadi? Aloqa kabellari misolida tushuniladi. Demak, masalan deylikki, hozir aloqa kabellarida hozirgi bizda elektr ta'minot tizimimizda demak nimaga o'tkazilyapti? Elektr mana misol uchun aloqa kabellari hozir biz bilamizki, sifrovoy podstansiyaga o'tkaziladi. Ya'ni sifrovoy podstansiya degani raqamli elektronik podstansiyaga o'tkaziladigan uchun mana shu kabellarni misol qilib olishimiz mumkin. Endi radiochastotnik kabellar ham shularning birgalikda chambarchas bog'liq. Bu keyingi tushunchamizga ega bo'ladigan maxsus kabellar esa demak bu suv osti, shaxta va yuqori haroratga chidamli turlarga bo'linadi. Demak, yuqori suv osti yoki bo'lmasa shaxtalarga qo'yiladigan kabellar esa demak 35 kilovoltli to'g'ridan to'g'ri yuqori kuchlanish liniyalar, masalan katta reaktiv quvvat iste'mol qiluvchi korxonalar bo'ladigan zavodlarga kirishda demak maxsus kabellar ishlatiladi. Ya'ni o'sha kuchlanishiga qarab tanlanadigan kabellar esa bu yerda
yopiq nima o'sha kabellar maxsus germetik bilan qoplangan. Sababi chunki u yerda kuchlanishga dosh berishda o'sha qarshiligiga kabellardan kuchlanish oqib o'tishda siz bilasizki nima bo'ladi? Qizish paydo bo'ladi. Ya'ni qizish haqiqatan kuchlanishga dosh berishni aniqlashda vaqt o'tishi bilan kabel qizib boshlaydi, to'g'rimi? Kabel qizishi davomida agar erish jarayonlari ham sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun kabel o'zini quvvatiga qarab nima qilinadi? Kabel tanlanadi. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Demak, bu esa o'sha podzemniy o'tkazish jarayonlari, mana ishlab chiqarish jarayonlarida kabel yotqizish jarayonlari. Demak, trubalar orqali maxsus, demak, kabel secheniyalarini tanlashda yoki podzemniy o'tkazilishda, demak, yer osti davlat standarti bo'yicha yer osti 1.20 hamda 1.5 metr oralig'ida bo'lgan GOS standartidan o'tkazilgan hamda o'sha nima deyiladi? Demak, mana shu ya'ni bu yerda geografik jihatdan nimaga e'tibor beriladi? Demak, masalan, kabel secheniylarida nima deydi? Misol uchun mana bu tayanch ustunlarda podzemniy o'tkazilishda yer usti temir yo'l betonlari yoki bo'lmasam o'sha asfaltlari, yo'l asfaltlari o'sha kanalizatsiya joylarida to'g'ri o'tkazilganligi to'g'risida nima qilinadi? O'sha kadastr Jizzax viloyat hududiy o'sha kadastr idoralari bilan birgalikda qilinadigan joy. Sababi bu kabel secheniyalari o'sha davlat standarti bo'yicha 1.20 1.5 oralig'idagi kabel secheniya tortib montaj qilinadi, loyiha qilinadi. Sababi bu yillar o'tib, kamida masalan GOS standarti 50 yilga javob berilsa, bu o'sha 50 yilda nima bo'lishi kerak? O'sha ishlash muddatiga dosh bera olish kerak. Bu esa mana bu o'sha katta korxonalardagi 3 fazali shiftlarga borish jarayonlarida kabellar qilingan tanlangan. Ya'ni bu hozirgi nimalarimiz asosan kabel liniyalarimiz bu elektron. Chunki hozir biz aytdikki, yuqorida sifrovoy kabellarga, sifrovoy podstansiyaga o'tilyapti. Hammasi o'sha datchiklarda через relay kontaktor orqali montaj qilingan. Demak, keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, bu o'sha kabel secheniyalarimizning markalari. Masalan, VVG2 ga 1.5 secheniyali kabellar, masalan, aloqa kabellari mana shu ishlatsa bo'ladi. VVG2 ga 2.5, bular mana VVG3 ga 4 secheniyali kabellar esa bular endi bizda bilamizki, kabel liniyalarida asosan alyuminiy kabellar bor, hamda mis o'tkazuvchanlik kabel liniyalariga bo'linadi, to'g'rimi? Demak, mis o'tkazuvchanlik bilan alyuminiy kabellar asosan hozirgi bizda elektr ta'minot tizimida yoki shaharlarning elektr ta'minotida tayanch ustunlarimiz 95% alyuminiy kabellardan qilingan. Yuqori kuchlanish liniyalardan past kuchlanish liniyalardan o'sha kabel liniyalari alyuminiy kabel liniyalaridan loyiha qilingan. Hozirgi kunda endi mana elektr ta'minot mo'til tomonlarimizda yoki bo'lmasa aholi iste'mollarida mana shu misol uchun bittasini oladigan bo'lsak, VVG3 ga 4 kabel secheniyasini oladigan bo'lsak, mis, ya'ni bu mis alyuminiyga nisbatan kuchlanishni o'tkazuvchanligi yaxshi. Ya'ni bu bunga nisbatan qarshiligi ham yaxshi. O'sha ishlash muddati ham alyuminiyga nisbatan yaxshi. Lekin albatta ikkalasi ham hozirgi energetika tarmog'ida 100% elektr tarmoqlarida qo'llanadi. Chunki ikkalasi ham o'tkazuvchanligi yaxshi. Endi mis alyuminiyga nisbatan sal qimmatroq. Mis alyuminiyga nisbatan sal qimmatroq bo'lgani uchun ko'proq alyuminiy hozirgi kunda ham faoliyat bor. Lekin mis ham tadbiq qilinyapti, ko'proq qo'llanishi. Keyingi slaydimizga o'tadiganmiz. Bu keyingi slaydimizda esa biz mana bu eng yuqori kuchlanish liniyalarimizni olganmiz. Endi bu masalan eng kuchlanish yuqori kuchlanish liniyalarimiz bizda O'zbekiston nimamizda, territoriyamizda, demak geografik jihatdan masalan O'zbekiston nimasida 500 kV liniyamiz bor, 220, 110, 35, 10 kV liniya tarmoqlari bor. Demak, bular hammasi demak yuqori kuchlanishli liniyalar, ya'ni ankerli tayanch ustunlari orqali demak uzoq masofali magistral elektr tarmoqlari liniyalariga ulangan. Demak, biz asosan elektr ta'minot tizimida elektr energiyani issiqlik elektr stansiyasi orqali nima qilamiz? Elektr energiyani ishlab chiqaramiz hamda bir vaqtda ishlab chiqarib, bir vaqtda elektr tarmog'iga mahsulotlar uzatiladi. Ya'ni bir vaqtda ishlab chiqarib, bir vaqtda uzatiladigan tarmoq bu elektr energiya tovar hisoblanadi. Demak, hozirgi kunda esa biz yuqori kuchlanish liniyalarimiz uzluksiz elektr ta'minot tizimiga, demak,
issiqlik elektr stansiyalari orqali nima qilyapti? Butun tarmoq bo'ylab elektr energiya uzluksiz aholi iste'moliga hamda elektr toifa iste'molchilarimiz misol uchun 3 toifaga bo'linsa, demak to'g'ri